Parkinskiyda joylashgan Ibatov klinikasida professional xirurg, rinoplastik Akbarov Muhsinxo'ja doktor oldiga bordim. Sababi juda ham ko'p qulog'im bityotdi. Ular kompyuterda osmotr qilib, nima sababdan bityotganini va qaysi yo'l bilan davolash kerakligini. Parkinskiyda joylashgan Ibatov klinikasida professional xirurg, rinoplastik Akbarov Muhsinxo'ja doktor oldiga bordim. Sababi juda ham ko'p qulog'im bityotdi. Ular kompyuterda osmotr qilib, nima sababdan bityotganini va qaysi yo'l bilan davolash kerakligini olib kelar ekan. Pul ketsa, obro' ketmasin, hozir 30% skidka ketayotgan ekan. Tug'ib bo'lishim bilan kelaman deb yarim pulni oplata qilib ketdim. Agar tug'gunimgacha ham xo'jayinimlarni ko'ndira olsam, burnimni formasini ham o'zgartirib ketishga qaror qildim. Parkinskiyda joylashgan Ibatov klinikasida professional xirurg, rinoplastik Akbarov Muhsinxo'ja doktor oldiga bordim. Sababi juda ham ko'p qulog'im bityotdi. Ular kompyuterda osmotr qilib, nima sababdan bityotganini va qaysi yo'l bilan davolash kerakligini olib kelar ekan. Pul ketsa, obro' ketmasin, hozir 30% skidka ketayotgan ekan. Tug'ib bo'lishim bilan kelaman deb yarim pulni oplata qilib ketdim. Agar tug'gunimgacha ham xo'jayinimlarni ko'ndira olsam, burnimni formasini ham o'zgartirib ketishga qaror qildim.